Muqimiy ko'cha va Hamza metrosi atrofida uy qidirganlar uchun bugun bizlar bilan 3 xona qishli domimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz uyimiz mehmonxona qismi, asosiy xona. Bu yerda devorni ochib, studiya formatda qilib yuborgan. Ko'rib turganinglardek, bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish bo'ladi. Stroyni shkaflar uchun joy qoldirilgan uyimiz egalari tomonidan. Bu yerda esa sanuzolimiz keladi. Uyimiz qishli dom bo'lganligi sababli sanuzolimiz birgalikda bo'ladi. Bu yerda esa detskimiz. Ko'rib turganinglardek, uyimiz katta yo'lning yuzida. Shunda 90 metrdan Muqimiy mostiga qarab ketaverishda. Golden House uylaridan o'tganda ko'rib turganinglardek 4 qavatli binoni 2-qavatda joylashgan bo'ladi ushbu uyimiz. Umumiy maydoni 72 kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turganinglardek barcha xonalarimizda oynalar bor. Bu yerda esa oshxonamiz. Ko'rib turganinglardek va balkonimiz 2/6. Uyimiz katta yo'l yuzida joylashganiga qaramasdan, devorimiz zakritli devor hisoblanadi. Bemalol bolalaringizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida begonalar kirmaydi. Ushbu hududda 3 xona qishli uylarda 100 mingdan baland sotilayotgan bir paytda ushbu uyimiz egalari 84.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.